Mana bugun juda ham asabiylashdim. Mana otam ketgandan beri ichimda bir katta og'riq bor. Otamga ichim achiydi. Endi nima bo'lsa, u dunyosini bersin. Endi faqat noto'g'ri tushunmangizlar, eshitayotganlar. Negativ ham yozmangizlar. Chunki qo'shnilarimiz bilan oramiz yaxshi edi. Janjallashdik ikkita qo'shnimiz bilan. Nima sababdan? 2022-yil qochoq gaz ulab oldik. Chunki rossa chopgan otam shu qonuniy qilib ulatib olaman deb ham afg'on qatnashchisi edi. Ulab bermadi. Xullas qochoq o'tkazib oldi. Chunki juda ham sovuq bo'ladi bizda. Yoqay desa o'tin ham yo'q, sharoit shunday og'irlashib qolgan. Xullas abitdan keyin ulab ketgan bo'lsa aptaginchilar ertalab 8 da Raygazdan 3-4 ta odam kelib gazni uzib ketgan. Mayli shtraf to'laganda to'lardik. Shtraf deganda shu issiq bo'lib turganda mayli rozi edik shunga ham. Xullas buning sababini eshitdik. Boya yaxshi bo'lib yuzimizga kulib turgan qo'shnilarimiz ikkalasi videoga tushirgan, rasmga tushirgandagi Raygazning kattasiga jo'natib bergan. Ularning ham og'zida gap turmaydi tabiiyki. Xullas mana shu qo'shnimizdan keldi rasm deb ular ham aytib ketgan. Qishloqda tintuv bo'lgan, 3-4 ta odamning uyida qochoq gaz bo'lgan, ularni ham uzib ketgan. Xullas asl yuzini ko'rsatdi. Bugun jiyanim aytayaptiki, og'zidan chiqib ketdi. Shu qo'shnimiz patiya berishga kelibdi. Asabiylashdim rosa. Uyga borib janjal qilay dedim. Onam qaytardi. Janjal qilma, Xudoga solib qo'y dedi. Mana yomonlik qildi otam, chunki hamsiyalarimiz bilan chiroyli munosabatda bo'lgan inson edi. Gap qilmasdi, hazilkash edi. Bitta gazni deb u gaz ham hukumatning gazi, davlatning gazi. Shu davlatning gazini bizdan qizg'ondi. Mayli shtraf deganda to'lardik. Otamga ichim achiydi. Mana ketdi endi otam, ketdi yana qo'shnimiz patiya berishga qaysi yuz bilan kelgan. Lekin Xudodan topayapti, bolalardan topib yotibdi. Mayli, xarakteri. Lekin bir umr yuragimda qolib ketadigan ish bo'ldi. Otajonim mana shular esir paytida endi boya qo'li gul inson bo'lgan edi. U narsalarni aytib yotmayli, ko'rmadi. Ikkita qo'shnimiz ham ko'rmadi. Xullas shunaqa